Huquqni muhofaza qilish akademiyasi bo'yicha eng ko'p berilgan savollarga javob berishga harakat qilaman. Birinchisi, ushbu akademiya Toshkent shahrida Yunusobod tumani joylashgan, filiallari mavjud emas. Ikkinchi savol, ushbu akademiyaning yo'nalishlari ikki turga bo'linadi. Ya'ni harbiylashtirilgan va harbiylashtirilmaganga. Harbiylashtirilganga hujjatlar topshirish joyi tuman ichki ishlar bo'limlari, ya'ni O'zbekiston miqyosida qayerda so'roqlasa ishdan qat'iy nazar tumaningizdagi ichki ishlar bo'limiga borishingiz kerak. Ikkinchisi, harbiylashtirilmaganga bo'lsa, bunda siz tuman yoki shahar bosh prokuraturasiga borishingiz kerak bo'ladi. Muddati 1-martgacha. Keyingi savolga javob, yosh chegarasi bunda ham 25 yosh qilib belgilangan. Yana bir savolimiz, ushbu akademiyaga ham, ya'ni nizomida oilaga qaraladi, ya'ni sudlangan, sudlamaganlar borligiga qaraladi. Shu narsaga ham e'tibor katta. Va oxirgi savolimiz, ushbu akademiyani imtihon jarayonlari 4 bosqichdan iborat. Ya'ni psixologik test, bayon va jismoniy, agar harbiylashtirilgan bo'lsa, jismoniy tarbiya va metodologik bo'ladi. Agar harbiylashtirilmagan bo'lsa, bunday narsalar yo'q. Va oxirida huquq chet tili fanlari va ijtimoiy blokdan testlar bo'ladi.